Yana bir bor assalomu alaykum. Gazalkent Junior futbol jamoasining trenerlaridan bugungi bo'lib o'tgan musobaqalarning tafsilotini so'rab o'tsak. Va alayhissalom. Avvalambor kattakon rahmat. Chiqib kutganingizga ancha xursand bo'ldik, shuncha ota-ona. Musobaqa haqida men ozgina to'xtalib o'tsam, musobaqa qiziq bo'ldi. Ko'proq sizlarga tafsilotni boshda o'yinimiz aytib o'tsa, Bekzod maqsad muvofiq bo'lardi. Assalomu alaykum hammaga. Rahmat sizlarga bizani shunchalik kutib olganingizga. Yo'q, musobaqa to'xtalib o'tadigan bo'lsa, yaxshi. Bolalar harakat qilishdi. Birinchi musobaqaligida bu. Uzoq masofali, ya'ni Samarqandga bo'lgan musobaqalari. G'alaba ham qozonishdi, nichi ham o'ynashdi, yutqazish ham bo'ldi. Xullas, har bitta futbolchi o'zining vazifasini vijdonan, irodali haqiqiy futbolni ko'rsatishdi. Rahmat. Keyingilarda Xudo xolasa bundan ham yuqori natija olishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Rahmat.